Siz tradersiz, bu video aynan siz uchun ko'rishingiz kerak demay boshladik bu videoda. Men entry uchun trend lineyadan siz bilmagan eng muhim narsasini ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'ni 99% odamlar xato qiladigan. Xo'p, biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Bizda asosiy holat shakllanishiga har doimgidek e'tibor beramiz, lekin bizga o'rgatishgan bu yoqda trend liniyani mana bunaqa trendga tortilsan shakllanishini deb o'rganganmiz. Xo'p, aslida bu narsa xato. Siz nimaga trend liniyani break bo'lishidan kirasiz, lekin trend yana tepaga ketib qoladi. Xo'p, men bu narsani ko'rsatmoqchi emasman. Biz minimum break bo'lishini kutamiz. Minimum break bo'lgandan keyin ikkinchi holatda trend liniya tortamiz. Ikkinchi holatdagi trend liniyada minimum breakdan keyin biz entry qilamiz. Ikki xil stop qo'yishingiz mumkin. O'zini svechasining tepasiga yoki asosiy stop qo'yishingiz mumkin. Demak, biz bunda uverенность stelkani usha olamiz, xavotirlanmasdan. Bizda minimum break bor. Ikkinchi holatda ham xuddi shunaqa bo'ladi, lekin minimum masalan qoldirib ketilgan bo'ladi. Deylik bu M15 minimumi. Ikki holatda ham bunaqa narsa bo'ladi. Maksimum bo'ladi. Minimumga yetib kelmasdan yana bitta minimum qoldiriladi va ketdi. Shu bilan ikki holatdagi yana xuddi shunaqa sekinlashgan ssenariy. Maksimum yengilaydi, yengilamaydi, qizig'i yo'q. O'zini minimumni yengilaydi, M15 minimumgacha tushib beradi. M15 minimumni yengilamasdan trendida davom etadi. Nimaga? Chunki bu holat sizda M1 M3 da shakllangan bo'ladi. M15 support holatiga ko'ra yana trend davom etadi. Xulosa, siz agar asosiy trendda break bo'ladigan joydan trend liniyadan kirsangiz aniq stop olasiz. Ikkinchi trend liniyadan foydalansangiz stop olmaysiz. Olishingiz mumkin, juda kam ehtimoli. Tanlov o'zingizga bog'liq. Keyingi kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun like, podpiska, keyingi mavzularni yozib ketishingiz mumkin kommentariyaga. Rahmat, salomat bo'linglar.